tuproq sho'rlangan, o'simlik yaxshi unib chiqmayaptimi? Unday holatda bo'layotgan bo'lsa, sizni urug'laringiz yaxshi o'sib chiqishi, yaxshi ildiz hajmiga ega bo'lishi va tashqi stresslarga nisbatan chidamliligini oshirish uchun aminotsid C, ya'ni aminotsid kremniy preparatini taklif etamiz. Aminotsid kremniy preparatimizning asosiy xususiyatlaridan biri nima? Ya'ni tuproq tarkibi buzilishi, ya'ni sho'rlanish, eroziyaga uchragan tuproqlarning normal holatda o'simliklarning rivojlanish holatiga olib keladi. O'simlik aynan shu kabi tuproq holatining muvozanati buzilgan holatda o'simlikning birinchi o'rinda ildiz hajmini yaxshi shakllantirib, ildiz atrofida ildizning rivojlanishi uchun qulay bo'lgan muhit yaratib beradi va shu bilan birgalikda o'simlikni tashqi muhit ta'sirlaridan, zararkunanda va kasalliklarga nisbatan tabiiy chidamliligini oshirib beradi va qolaversa o'simlikni hosildorligiga ham katta ijobiy ta'sir qiladi. Sababi tuproq tarkibidagi juda ko'p kremniy birikmalarini o'simlik to'g'ridan to'g'ri o'zlashtira olmaydi. Ya'ni ular nofaol holatda bo'ladi yoki turli xil og'ir shakldagi birikmalardan tashkil topgan bo'ladi, o'simlikni o'zlashtirish qiyin bo'ladi. Aminotsid kremniy esa juda tezlik bilan o'simlik tomonidan o'zlashtiriladi. Uning hujayralarining mustahkamligi, osmotik bosimning normal o'tishi va tashqi muhitlarning turli xil ta'sirlari natijasi o'simliklarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan stressli vaziyatlardan yaxshigina olib chiqib ketadi. O'simliklarning rivojlanish fazasiga va o'simliklarning turiga qarab aminotsid kremniyning ishlatish normalari bor. Dastlabki bosqichda g'alla maydonlarida gektariga 1 litrdan 2 litrgacha va mavsum davomida 2-3 marotibagacha bemalol ishlatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Aminotsid kremniy g'alla maydonlarida ishlatilganda juda katta foyda beradi. Ya'ni bug'doy dona tarkibidagi klakovina miqdorini orttirib, uning sifat ko'rsatkichini yaxshilab beradi. Bu esa vaznning yuqori bo'lishiga olib keladi. Mevali bog'larda bog'larning asosiy struktural holati bo'lgan, ya'ni yetishtirilgan mahsulotlarini sifat jihatidan transportyorligini va saqlanish muddatini uzoq vaqtgacha olib beradi va mevalarning tashqi ko'rinishi, ballistik qavati va ta'mi tarkibidagi qand miqdorini ham normal me'yorda ushlab beradi.